Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak. Vafodor bo'lish kerak. Kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom hadisda aytadilar: Alloh taolo bir bandasiga rizqni eshigini ochib qo'ygan bo'lsa, o'sha rizq kelib turgani borki, undan yuz o'girmasin, eshigini yopmasin. Kasbidan baraka topish uchun inson kasbiga mehr qo'yish kerak. Vafodor bo'lish kerak. Kasbini ulug'lash kerak, hurmatini qilish kerak. Rasululloh akram alayhisolatu vassalom hadisda aytadilar: Alloh taolo bir bandasiga rizqni eshigini ochib qo'ygan bo'lsa, o'sha rizq kelib turgani borki, undan yuz o'girmasin, eshigini yopmasin.